Nima uchun Scopus va Web of Science muhim degan savol tug'ilishi mumkin. Bu Scopus va Web of Science eng nufuzli ilmiy maqolalar bazasi bo'lib, sifatli va ishonchli ilmiy tadqiqotlarni indekslaydi. Ya'ni demak Scopus va Web of Science har doim demak dunyodagi eng nufuzli va ishonchli ilmiy materiallarni, demak maqolalar bo'ladimi, kitoblar bo'ladimi, konferensiya materiallar bo'ladimi, eng demak ishonchlilarini indekslab borar ekan. Xo'p, asosiy ahamiyati yuqori sifat va nufuz. Faqat qat'iy saralovdan o'tgan jurnallar indeks. Xo'p, asosiy ahamiyati bu yerda yuqori sifat va nufuzli, ya'ni nufuzi. Faqat qat'iy saralovdan o'tgan jurnallar indekslanadi, taqrizdan o'tish, ya'ni peer review va ilmiy standartlar asosida ishlaydi. Akademik rivojlanish. Ya'ni siz akademik rivojlanmoqchi bo'lsangiz, PhD yoki grant dasturlari, attestatsiya va ilmiy unvonlarda demak kerak ekan bizga o'sha maqolalar, shu bazalarni ishlash, site score, impact factor va Hirsch indeks ko'rsatkichlarini hisoblanadi. Ya'ni bu nufuzli demak Scopus yoki Web of Science da bazalarda demak maqolaning site score yoki impact factor yoki olimlarning Hirsch indeks ko'rsatkichlari hisoblab borilgan. Ilmiy ta'sirini baholash. Hirsch indeks va iqtiboslar ko'rsatkichi hisoblanadi. Ya'ni olimning demak xalqaro darajadagi hop demak darajasini aynan Hirsch indeksi va iqtiboslari bilan o'lchash mumkin ekan. Buni bilasiz, har bitta olimda O'zbekistonda ham Hirsch indekslarini hisoblash, o'zini milliy reyting e'lon qilindi. Demak, bu yerda aynan o'sha har bitta olim universitetdagi Hirsch indekslariga qarab, ya'ni ro'yxatlandi. Misol uchun, o'zingiz oliy ta'limingizda bo'lsa, demak eng yuqori Hirsch indeksliklar ro'yxat qilindi.